Mana shu ayol 2 oylik farzandini mazza qilib yegan. Iltimos, yuragi boshlab o'tkazib yuborsin. Bu voqea даже politsiyskilarni ham shokka solgan. 23 yoshli Consuela Berakal uyda 2 ta farzandi bilan o'tirganda ichidagi ovozi 2 oylik farzandini u seni farzandi emas, uni ichiga shayton kirgan deydi. Va Consuela bu narsaga ishonib o'z farzandini o'ldirishga qaror qiladi. Va hech nimani o'ylamasdan oshxonadagi pichoqni olib bolasini mayda bo'laklarga bo'lishni boshlaydi. Eng yomoni shundaki, u bolasini organlarini yeyishni boshlaydi. Militsiya kelganida hamma hayratlanadi. Chunki Consuela qilgan ishidan afsuslanmayotgan, balkim mazza qilib kulib o'tirgan bo'ladi. 1 yildan keyin Consuelani psixbanitsadagi intervyusi hammani shokka tushiradi. Bu intervyuda hammasini spokойно aytib beradi va eng qizig'i, agar uni psixbanitsadan qo'yib yuborishsa, bu